Ekan 2026-yil 21-iyul sanasida mana yejavikalarimiz pishib yetildi mana bismillah. Bir donasini yeb ko'rsatdi. Muqarrar osilib bo'lganmi? O'ta ham yirik holatda sortlari buni Rohnes degan sorti, yangi Shotlandiyadan kelgan mana. Bular 3 yoshli, xudo xolasa 3 yoshda meva qilgan. Kimga kerak bo'lsa bizga aloqaga chiqaverasizlar, nomerlarni qoldirib qo'yamiz. Yejavikalarimiz xudo xolasa bu tomoni mana 2,5 ga qilingan, 3 ga qilsalar sal kengroq bo'ladi, yurish ham oson bo'ladi. 3 ga bir sxemada ekaverasizlar mana. Yirikligi o'ta ham yirik. Pastda nomerlar qoldirib qo'yamiz. Quvayi dehqonga obuna bo'lib, like bosamiz. O'ta ham hosildorligi kuchli. Gektarga 2000 tut ketadi, 10 kilodan qilsalaring 20 tonna 3-yildan keyin hosil olasizlar. O'rtacha 30 ming so'mdan hisoblab qo'yaverasizlar bu hosilni. Like bosib obuna bo'lib qo'yamiz. Shot ta'mi bilan bir xil ekan. Like bosamiz.